36-misolda a bas uchburchakda b y bisektrisa tushirilgan ekan. Bisektrisa massasi o'z tushgan tomoni teng 2 bo'ladi. Bitta x plusdan 3 teng bo'ladi 2x minus 1 ga. Bitta x ni bir tomonga, birda bir tomonga olib qo'ysak, x qiymati teng bo'ladi 4 ga. Keyingisida xo'sh, bunda burchaklar alfa deb oladigan bo'lsak, a'si ab b'siga tomonga teng bo'lar ekan. Demak, bularni ham tenglaydigan bo'lsak, 2x minusdan 2 teng bo'ladi 8 ga. 2x teng bo'ladi 10 ga. X qiymati 5 ga teng bo'ladi. 38-misolda ham shunaqa. 4x minusdan 8 teng bo'ladi 3x plus 6 ga. Bitta 3x 4x dan 3x ayiradigan bo'lsa, x qiymati teng bo'ladi 14 ga.